Guliston metan ustanovka. Bizda navbatdagi mashinalarimiz Gentra zavodskoy metanga miyasi bilan farzinkasini almashtirib berdik. O'zini miyasi 200 mingdan keyin уже отказ qila boshlagan. Oldi qismiga italyanskiy real farsinga qo'ydik. Stack Gofa 800 original versiyasini qo'yib berdik. Datchik almashadi, farsunga miya almashadi bunda. Qolgan narsalar joyida qoladi, reduktorlar ham joyida qoladi. Zapchastlardan akalarga 1.800.000 ga tushyapti. Polniy original zapchast, kompyuter plastikasi hamma narsasi ichida qilib beryapmiz. 1 yil garantiyasini qo'yib berganmiz. Ichkarida Gentra mashinamizga metan qo'yib beryapmiz. 100 talik 100 balon poloborod kraynik zavodskiy poliklar bilan qo'yib berganmiz. Akkuratli qilib joylab berganmiz. Ichkariga taqab oldi qismiga o'rtacha zapchast qo'yib beryapmiz. Basiko 24 ga 4 blok upravleniya. X original reduktor, Polsha 01 farsinkani o'xshash varianti. Euro zapravishniy. Bu zapchastlarimiz bilan akaga 2.800.000 ga 4.700.000 ga tushyapti. 1 yil garantiyasi bilan qo'yib beryapmiz. Kompyuter plastikasi, gayigacha bo'lgan dokumenti, yagona darchani xizmatlarini qilib beryapmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.